300 milyon so'mdan beradi. Merkezi Bank'ın qayta moliyalashtirish stavkasidan +4%, 18%dan beradi. Asosiy vositalarni sotib olish uchun 84 oy. Aylanmalarni to'ldirish uchun 36 oy. Birisi 7 yil, birisi 3 yildan beradi. Asosiy vositalarni sotib olish uchun imtiyoz davri 2 yil, 24 oy. Pokolniy оборотный aylanmalarniki 6 yilcha imtiyoz davri bor. 50 milyon so'mdan beza olib beradi, sug'urta bilan. 50 milyondan ortiq qismini likvidlik geri olib qo'yishga zarur bo'ladi. Keyingisi yorqin kelajak sarfi degani bor. 1 milliard so'mdan beradi. Uni yuridik korxona bo'lib ro'yxatdan o'tish kerak. Buni ham shu 7 yillik asosiy vosita sotib olish uchun 7 yillik beradi. Aylanmalarni to'ldirish uchun 36 oy muddatga beradi. İmtiyoz davrlari asosiy vositaniki 7 yilniki 2 yil, aylanmalarniki 6 oy. Buni ham yana ta'sischilari yoshlar bo'lishi kerak, 2 dana yoshlarni ta'sischilikka yoshlar bo'lishi kerak. Plus 4 dana yangidan yangi ish o'rnatish kerak. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, masalan, ishlab chiqarish bo'lsa, bir narsa maqolani bilan ishlab chiqarish bo'lsa, shuni yangidan 4 dana yosh bo'lmasa xodimlarni ishiga jalb etish kerak. Shunday talablar asosan shu kredit to'lovlari beriladi.